Assalomu alaykum. Efirda Andijon axboroti informatsion dasturi. Dastlab tanishib oling bugungi dasturimizda. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov viloyatimiz shahar va tumanlarida shu bugun kechiktirmay amalga oshirilishi zarur bo'lgan muhim va dolzarb vazifalarni joylarda borishi bilan yaqindan tanishdi. Ana shu mavzuda tayyorlangan lavha. Shahrixon tumanini ochiq va xavfsiz hududga aylantirish borasida bugun xayrli tadbirlar amaliyotga joriy etilmoqda. Shu kunlarda ikkinchi sektor rahbari viloyat prokurorining hududlarda aholi bilan bevosita sayyor qabullari tashkil etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan targ'ibot va reyd tadbirlaridan tayyorlangan lavha. Sir emaski, bugun Andijon viloyatida har bir sohada qator yangiliklar, o'zgarishlar ro'y bermoqda. Mutasaddilar mas'uliyati oshirilib, ish ko'lamini kengaytirish, belgilangan vazifalarni o'z vaqtida, sifatli, tizimli tashkil etishga undalmoqda. Bunda albatta viloyat rahbarining har kuni joylarga borib, o'zi bevosita qilinayotgan ishlarning boshida turishi va kamchiliklarni joyida hal etayotgani muhim ahamiyat kasb etyapti. Viloyatimizning shahar va tumanlarida bu boradagi ishlar qaysi bosqichda? Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov shu kabi muhim jarayon va dolzarb vazifalarning joylarda borishi bilan yaqindan tanishdi. Viloyat hokimi Shuhratbek Abdurahmonov Asaka tumanida bo'ldi. Asaka don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatining bo'sh foydalanilmay turgan binosi bugun yangi ishlab chiqarish korxonasiga aylandi. Aynan bugun 200 nafar xotin-qizlar uchun yangi ish o'rni yaratildi. Viloyat rahbari korxonada ishchilarga yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Korxonaning ishlab chiqarish quvvati, bugungi kunda opa-singillarimiz tomonidan yaratilayotgan mahsulotlarning sifati bilan tanishdi. Umumiy qiymati 2,5 milliard so'm mablag'lar evaziga bunyod etilgan tikuv fabrikasiga chet eldan yangi uskunalar olib kelib o'rnatildi. Mahsulotlar jahon andozalari asosida ishlab chiqarilmoqda. O'zbekiston katta fabrikalar. O'zbekistonda, xususan Andijonda katta yangi tikuv korxonalari ishga tushmoqda. Korxonalar bugun talab darajasiga javob bera oladi. Men hamkorlikda ishlayotgan ushbu jamiyat ham bugun o'zining brendiga ega. Biz hozirda qo'shni davlatlar hamda Rossiya, Moldova mamlakatlariga mahsulotlarimizni eksport qilyapmiz. Endigi maqsad Yevropaga chiqish, o'z mahsulotlarimizni jahon bozoriga olib chiqish, yangi O'zbekiston brendini yaratish. Çok iyi fabrikalar kurulacağını düşünüyorum. Viloyat hokimi ishchilar bilan suhbatlashdi. Oylik maoshi, oilaviy sharoitlari bilan tanishdi. Mehnat bilan hech kim kam bo'lmasligi, o'zlari kabi boshqa opa-singillarimizni ham o'z yonlariga chaqirishi mumkin ekanligini bildirdi. Hozirda korxonaga ishga qabul qilish ishlari davom etmoqda. Asaka Sharxon yo'lda boshlangan kanalizatsiya tarmog'ini tortish, yo'l qurilish ishlari hali hamon davom etmoqda. Qurilish ishlarining yakuniga yetmay turishi esa aholisi zich, qatnov ko'p bo'lgan tuman markaziy ko'chasida avtomobillar va yo'lovchilar uchun noqulayliklar tug'dirmoqda. Viloyat rahbari bu joyda davom etayotgan qurilish ishlarini ko'zdan kechirib, mutasaddilarga tez orada ishni sifatli qilib yakunlash bo'yicha topshiriqlar berdi. Tuman mutasaddilariga esa markazda boshlangan yo'l qurilish ishlariga bosh-qosh bo'lish va ishni to'liq nazorat qilish zarurligini aytib o'tdi. Asaka City, yangi shaharcha. Hammaga ma'lum, tuman aholi zichligi bo'yicha respublikada birinchilardan. Shunday ekan, aholining yangi turar joyga bo'lgan ehtiyoji yuqori. Joriy yil avvalda tumanning chek mahallasidan tanlab olingan 55 gektar maydonda yangi shaharcha qurish loyihasi ishlab chiqildi.
O'z avtosanoat aksiyadorlik jamiyati ta'sischiligida boshlangan ishlar avvalda viloyat rahbari qurilish maydonida bo'ldi. Yangi shaharchaning qurilishi tumanda aholining uy-joyga bo'lgan ehtiyojini to'la qondira olishi mumkin ekanligini ta'kidladi. Keng jamoatchilik ishtirokida yangi shaharchaning loyihasi bilan tanishdilar. Asaka City'da 7, 9 va 16 qavatli jami 71 dona uylar quriladi. Shuningdek, loyihada mehmonxona, savdo majmuasi, tibbiy markaz, zamonaviy ta'lim muassasalari hamda madaniy dam olish maskanlari qurish ko'zda tutilgan. Qurilish ishlari 2020-2022 yillarda amalga oshirilishi ko'zda tutilgan bo'lib, 4630 dan ortiq oilalarni uy-joy bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Viloyat rahbari tuman nuroniylari, faollar bilan bunyod etilayotgan xonadonlarning namunaviy qismida bo'ldi. Unda yaratilayotgan sharoitlar bilan tanishdi. O'z navbatida nuroniylar boshlangan va davom etayotgan ishlar uchun o'z fikrlarini bildirdilar. Shu vaqtgacha hech kim eshitmagan. O'rischa, nemischa, inglizcha, lekin prezidentimiz shu o'zbek tilini dunyoga kerak bo'lsa tarjima qilib oldi dedi. Ana xalqimizni dunyoga tanitishdi. Tilimizni dunyoga tanitishdi. Prezidentimiz bosh bo'ldi. Umri uzun bo'lsin. Bola chaqalarni orsini ko'rsin. Bola chaqasi shu O'zbekiston xalqi yangi O'zbekistonni tashkil etishda doim bosh bo'lsin. Suyanchiqlari umriga umr qo'shib doim qo'llab-quvvatlab yurishda, qariyalar duo qilishda qo'lini doim yopmasin. Allohu akbar. Yangilanayotgan O'zbekistonda yangi qurilayotgan shaharcha, barcha qulayliklarga ega bo'lgan shaharcha. Yuqorida aytilganidek, tez orada 4600 dan ortiq oilalar o'z uy-joylariga ega bo'ladi. Viloyat hokimining keyingi manzili Andijon shahridagi qilichbozlik sport majmuasi bo'ldi. Dastlab viloyat rahbari koronavirus kasalligi bilan davolanayotgan kasalxonalarning bosh shifokorlari bilan uchrashdi. Ular bilan suhbatlashar ekan, bemorlarga e'tibor bilan qarash, ularning salomatliklarini muhofaza qilish, kerakli dori-darmon vositalarining yetarli darajada ekanligi, oziq-ovqat bilan ta'minlanganlik holatlari bo'yicha fikr-mulohazalarini bildirdi. Tanqidiy ruhda o'tgan suhbat davomida bemorlar e'tiroziga sabab bo'ladigan holatlarni bartaraf etish, har bir bemor bilan individual shug'ullanish kerakligi ta'kidlandi. Shuningdek, tibbiyot aparaturalariga bo'lgan talabni to'laqonli ta'minlashda ishlar olib borilayotgani, kerakli va zamonaviy asbob-uskunalar tez kunlarda yana kelishini aytib o'tdi. O'z o'rnida shifokorlar tomonidan karantin hududlarida olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berildi. Yana bir e'tiborli jihat, karantin zonalarida davolanayotgan bemorlarning holdan xabar olish, ularning muammolarini tinglash, shifokorlarning mas'uliyatni yanada his qilishlari uchun ularga video qo'ng'iroq shaklida suhbatlashib turish uchun planshetlar berildi. Endilikda har bir bosh shifokor o'zining belgilangan hududida aloqaga chiqib kerakli ma'lumotlarni berib turadigan bo'ldi. Shundan so'ng viloyat hokimi va o'rinbosari bosh shifokor bilan birgalikda karantin hududida davolanayotgan bemorlarni holdan xabar olish, ularga dalda bo'lish, yaratilgan sharoitlar bilan tanishish maqsadida maxsus kiyimlarda hududga kirdi. Qanday kayfiyatlar? Kayfiyat yaxshi. Muammolar yo'qmi? Vrachlarni qarashi, oziq-ovqat, dori-darmon yetarlimi? Aniq. Men gapni ochib sizdan so'rashganidan xursandman. Yaxshi kunlarda ko'rishdik. U yerda davolanayotgan bemorlar bilan suhbatlashdi, kamchiliklari haqida so'radi. Dori-darmonlarning yetarliligi, kislorod ballonlari bilan ta'minlanganlik holatini ko'rib chiqdi. Ushbu tasvirlarni ko'rar ekansiz, yana bir bor o'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'lish, shu bilan birga yaqinlaringizni asrashni unutmang. Tun u kun bir xil libosda yurib, bemorlar salomatligi uchun fidoyilarcha mehnat qilayotganlarning mehnatini qadrlang. Asaka Shahrixon yo'lidamiz. Hozirda uning 4.7 kilometr masofasida qurilish, bunyodkorlik ishlari amalga oshirilyapti. Yo'lsozlarning sa'y-harakatlari va suvsozlar tomonidan markaziy kanalizatsiya tarmog'ini ta'mirlanishi natijasida aholining uzoq yillik muammosiga yechim topildi. Loyiha qiymati 4 milliard so'mni tashkil etgan ushbu qurilish ishlarining 50% bugun yakuniga yetkazildi. 2020-yil davlat dasturiga kiritilgan Asaka tumanining magistral kanalizatsiya tizimi jam bo'lib 4 kilometr 300 kiritilgan. Shundan hozirgi kunga 2 kilometr 100 kanalizatsiya sistemasi ulanib bo'ldi. Bugungi viloyat hokimimizning topshirig'iga binoan qolgan 600 metr joy asfalt qoplama bilan qoplanyapti. Xudo xolasa ertalabgacha tugatib yuboramiz. Qolgan 2 kilometr 200 metrini oktyabr oyining oxirlariga yakunlab topshirib yuboramiz.
Ishga mas'uliyat va yurakdan yondoshish sifat va samaradorlikda o'z so'zini aytadi. 20 yildirki Asaka tumanidagi markaziy kanalizatsiya tarmog'ida nosozliklar yuzaga kelar, markaziy ko'chalar, ko'p qavatli uylar atrofidagi quvurlar yorilar edi. Sababi eskirgan, muddatini o'tab bo'lgan quvurlar ana shu holatga keltirmoqda edi. Asaka tumanining asosiy oqova suv tarmog'ida yillar davomida kelib chiqqan nosozliklarda e'tiborga olib aholidan tushgan e'tirozlarga asosan viloyat hokimimizning tashabbusi bilan Asaka tumanining magistral oqova suv tarmog'ida 4 km 700 da rejalashtirilgan ishlardan 1 kilometrda hozirda ishlar amalga oshirildi. Mana ko'rib turgandek quruvchi tomonidan hozir yakunlagan 600 metr joyini asfaltlash ishlari davom ettirilmoqda. Asosan tugatgan joyidan tarmoqda eski holatiga olib kelib, aholini hozir oqova suv tarmog'ida bo'lgan masalasini qisman 1 kilometr joyi muammosi hal etildi. Yana bir gap, hududda ta'lim va tibbiyot muassasalari, ishlab chiqarish korxonalari bor. Shu bois ham ko'chani sifatli asfaltlash, aholi transport vositalari uchun qulayliklar yaratish asosiy e'tiborga olingan. Hozirda 600 metr masofada ana shunday ishlar yakuniga yetkazildi. 4.4 kilometr masofada esa bu ishlar tugatilgan. Pudrat tashkiloti tomonidan amalga oshirilayotgan qurilish natijasida Asaka tumani aholisini oqova suv tizimidagi muammolari barham topadi. Xavfsiz hudud, rivojlanish, taraqqiyot va globallashuv. O'z uyingni, o'z mahallangni, o'z shahringni o'zing asra. Jannatmonat diyorimizning har bir go'shasi aziz va maftunkordir. Uni ko'z qorachig'idek asrab avaylashda jamoatchilikning ishtiroki ham katta. Shahrixon tumanini ochiq va xavfsiz hududga aylantirish borasida bugun xayrli tadbirlar amaliyotga joriy etila boshlandi. Amalga oshirilayotgan ishlar natijasida mahallalarda huquqbuzarlik va jinoyatchiliklarning kamayishiga erishish mumkin. Qanday qilib deysizmi? Unda navbatdagi lavhamizda guvoh bo'ling. Qayd etilganidek, Shahrixon tumani hududida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish, sodir etilganini fosh etish, fuqarolar xavfsizligi va jamoat tartibini saqlash maqsadida tumanning kriminogen vaziyati nisbatan og'irroq bo'lgan hududlari, aholi ko'p to'planadigan gavjum joylar va serqatnov transport yo'llariga hozirgi zamon talablariga mos ravishda ochiq havoda tortilishiga moslashgan, maxsus tolali shisha tola kabel orqali kunduz va tungi ko'rinishga moslashgan jami 52 ta ustunga 200 ga yaqin kuzatuv kamera moslamasi o'rnatilib, markaziy server hamda boshqaruv pulti tuman ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga joylashtirildi. Izlanish amalga oshirilganiga biz guvohi bo'ldik. Biz 4 ta sektorda hisobotlarni eshitganimizda ichki ishlar idoralarining rahbarlaridan shu tashabbus chiqdiki, joylarga kameralar o'rnatish. Mana deputatlarimiz bilan birgalikda mahallalarga chiqib shu narsani o'rganganimizda biz haqiqatda guvohi bo'ldikda 50 ta mahallada 100 dan ortiq ustunlarga 350 dan ortiq 400 ga yaqin kameralar o'rnatilar ekan. Mana yilda oxirigacha butun Shahrixon tumani bo'yicha 76 ta mahallamiz mavjud. Shu mahallalarda hammasi shu kameralar bilan qamrab olinadi. Yana bir gap, hozirda Shahrixon tumanida 76 ta mahalla fuqarolar yig'ini mavjud bo'lib, jami aholi soni 350 ming nafarni tashkil etadi. Shu bois 2020-yil 10-oktyabrga qadar tumandagi 100 ta ustunga 350 ta kuzatuv kameralari o'rnatiladi. Yil yakuniga qadar esa 150 ta ustunga 500 ta kuzatuv kameralari o'rnatilishi rejalashtirilmoqda. Biz kameralarni o'rnatishimizdan maqsad eng avvalo jinoyatlarni barvaqt oldini olish. Huquqbuzarliklarni vaqtida aniqlab, jinoyatga yo'l qo'ymaslik maqsadida hozir tumanimizda 10-oktyabrga qadar 100 ta mana shu namunadagi ustunda ko'chani hajmidan kelib chiqib 2 tadan 4 tagacha bo'lgan kuzatuv kameralari qo'yilyapti. Bu yil yakuniga qadar buni biz 150 taga olib chiqib, taxminan 450 dan 500 tagacha bo'lgan kuzatuv kameralarini o'rnatib, tumanda to'liq qamrab olamiz. Bu kuzatuv kameralari bizga ichki ishlar idoralariga internet tarmog'i orqali to'g'ridan to'g'ri navbatchilik qismimizga ulanadi. U yerda tezkor navbatchilarimiz har bir hududni nazorat qilib, xodimlarning ishini to'g'ri yo'naltira biladi. Hali bitta xodim, misol uchun, kun bo'yi mashinasida yoqilg'i sarflab, aylanib, vaqtini sarflab yurmaydi-da, situatsion markazda tezkor navbatchi ularni xodimlarning ishini yo'naltirib jo'natib turadi. Yana buni bitta qulaylik tomoni shu hududiy profilaktik inspektor xodimlari navbatchilik qismidan tashqari o'zini qo'l telefoniga to'g'ridan to'g'ri ulanadi. Bu
xoh kechasi tungi vaqtda uyda bo'lsin, boshqa vaqtda yig'ilishda bo'ladimi, boshqa joyda bo'lishidan qat'iy nazar hududini to'liq nazorat qilib turish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shahrixon tumanida bugun qurilish va bunyodkorlik ishlari avjiga chiqqan. Amalga oshirilgan loyihalar eng avvalo xavfsizlik, aholi uchun keng qulayliklarni yaratishga qaratilgan. O'z navbatida obod manzillarning safi kengayishi turli huquqbuzarlik va jinoyatlarning barvaqt oldini olishga turtki beradi. Buning uchun aniq reja va loyihalar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Xalq bilan muloqot qilish, fuqarolarning muammolarini ijobiy hal etish bugungi kundagi har bir mutasaddi rahbarning ustuvor vazifasiga aylangan. Shu kunlarda viloyat prokurori hududlarda bo'lib, aholi bilan bevosita uchrashib, ularni qiynab kelayotgan muammolarni ijobiy hal etmoqda. Navbatdagi bo'lib o'tgan sayyor qabul uchrashuvida ham ko'plab fuqarolarning murojaatlari tinglanib, joyida bartaraf etildi. Ayni kunlarda viloyatimizning har bir hududida sektor rahbarlari boshchiligida yoshlar va xotin-qizlar bandligini ta'minlash, tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida sayyor qabullar tashkil etilmoqda. Xususan, viloyatimizning har bir hududida bo'lgani kabi, Shahrixon tumanida ham karantin tartib-qoidalariga to'liq rioya etilgan holda tashkil etilgan sayyor qabulda viloyat prokurori ishtirok etib, mazkur hududda istiqomat qiluvchi ayollar og'ir turmush sharoitidagi xotin-qizlar bilan uchrashib, ularni oldida turgan muammolari va bandligini ta'minlash bo'yicha qilgan murojaatlari yuzasidan sayyor qabuli bo'lib o'tdi. O'tkazilgan qabulda 32 nafardan ortiq fuqarolar ishtirok etdilar. Kelib tushgan murojaatlarning 17tasi shu joyning o'zida ijobiy hal etildi. Jumladan ishtirokchilarning 5 nafariga oilaviy daromadlarini oshirish maqsadida barandalar berilishi, 5 nafariga chevarchilik qilish yuzasidan imtiyozli kredit ajratilishi, 2 nafarining doimiy ishga joylashtirilishi ta'minlandi. Shuningdek, 2 nafar shaxslarga fuqarolik pasportlari taqdim etilgan bo'lsa, 2 nafar fuqarolar o'ziga nisbatan tayinlangan shartli sinov jazosini muddatidan avval ozod qilish bo'yicha murojaat yo'lladilar. Qolgan masalalar esa tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda ma'lum muddatda hal etilish yuzasidan kelishib olindi. Fuqarolik olish niyatda uzoq yillar 27 yil kutdim. Nihoyat mana bugun shu sharafga muyassar bo'ldim. Viloyat prokurori o'zi kelib, shaxsan o'zi pasportni bizga topshirdilar. Xursandmisiz? O'zi juda xursandman O'zbekiston fuqaro bo'lganimdan. Katta rahmat prezidentimizga, viloyat xodimlariga, ichki ishlar xodimlariga hammasiga katta rahmat. Minnatdorman, juda xursandman. Bundan tashqari viloyat prokurori hududda olib borilayotgan ishlar bilan ham yaqindan tanishdi. Qayd etish joizki, tumanda 219 ta fermer xo'jaliklari tomonidan jami 7132 gektar yer maydonida paxta yetishtirilgan bo'lib, joriy yilda 24240 tonna yalpi hosil olinishi kutilmoqda. Viloyatimizning ikkinchi sektor rahbari tumandagi Ishonch kelajagi zamini fermer xo'jaligida bo'lib, zahmatkash terimchilar bilan uchrashdi va ularning xirmoniga baraka tilab, esdalik sovg'alarini taqdim etdi. Qayd etish joizki, Shahrixon tumanida 172 ta maktab va 53 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lib, shundan sanitariya va gigiyena talablariga rioya etgan holda 172 ta maktablarni faoliyat ko'rsatishiga ruxsat berilgan. Viloyat prokurori tomonidan ham tumanda faoliyat ko'rsatilishiga ruxsat berilgan 44-sonli ixtisoslashgan davlat umumta'lim maktabining kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik hamda o'quv jarayonini karantin talablari asosida tashkil etilganligi o'rganilib, mutasaddi tashkilotlarga tegishli ko'rsatmalar berildi. Shundan so'ng viloyat prokurori tumandagi Qumtepa mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ko'p qavatli turar joylarda kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik holati hamda olib borilayotgan ta'mirlash ishlari bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, tashrif davomida viloyat prokurori tomonidan aholini oziq-ovqatga bo'lgan talabini uzluksiz ta'minlanganlik holatini o'rganish bo'yicha tumandagi Aziz Diyor asos savdo xususiy korxonasiga tegishli bo'lgan zaxira omborining tayyorgarlik holati o'rganilib, kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan topshiriqlar belgilab berildi. Hududlarda sektor rahbarlari tomonidan olib borilayotgan bu kabi tadbirlar davom etmoqda. Karantin cheklovlari yumshatilishi yurtdoshlarimiz va tadbirkorlarga avvalgi qulayliklarni qaytardi. Biroq hali tojdor virusning tarqalishi xavfi kamaymadi. Lekin fuqarolar orasida karantin qoidalarini unutganlar ham ko'paymoqda. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilayotgan targ'ibot va reyd tadbirlari misolida mavzuni davom ettiramiz. Koronavirus pandemiyasining tarqalish ko'rsatkichi ortyaptiki, hali kamaymadi. Karantin cheklovlarining yumshatilishini ko'pchilik noto'g'ri qabul qilgan chog'i niqoblar yuzni tark etdi. Havo allaqachon salqinlab bo'lgan. Niqob nafas olishimga xalal beryapti deguvchilarning endi bahonasi o'tmaydi. Afsuski, niqob ko'plarning iyagida. Tibbiy niqob virusdan himoyalanish uchun burun va og'iz sohasiga taqiladi. Biz sog'lom yaratilganmiz, jismoniy nuqsonli odam ham emasmiz. Demak, burun katakchalarimiz jag'imizda emas, ming shukr burnimizda. Milliy gvardiya xodimlari niqobda bo'lish qoidasini fuqarolardan so'rab jon halak. Buni unutganlarning sog'ligi esa go'yoki boshqalarga kerak.
qaytib ketgan uchun inshaalloh. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Opa, aptekada ishlab o'zingiz tibbiy niqob taqmay savdo qilyapsiz. Menda anaqa o'tib bo'ldi-da. Odamlar keladi bu yerga. Men yuqtiruvchiman, yuqtiruvchiman. Ya, unaqa demang, siz men aptekada ishlab turib niqobsiz savdo qilyapsiz-da. Tibbiy niqob taqyapsiz, odamlarni taqtirmayapsiz. Nimaga aytmayapsiz siz? Oldingizda odam ketyapti, biz tibbiy niqob yo'q, taqmagan. Ogohlantirib chiqaring, Chopir aka. Haydovchilarning vazifasi qanaqa bo'ladi bunda? Yo'lovchilarga targ'ibot qilish kerakmi? Ha, aytilyapti. Yo'lovchilarga ham aytiladi, taqinglar, qo'yinglar, siz meni oldimda, siz virusingiz menga o'tishi mumkin. Men taqmasam meniki sizga o'tishi mumkin. Deyiladi-da. Ana deyapmiz. Karantin qoidalari ozgina bo'shatilgani bilan hali yechilgani yo'q O'zbekistonda. Milliy gvardiya harbiylarga jamoat tartibini saqlash bilan birga karantin qoidalariga amal qilinishini nazorat etish ham yuklatilgan. Afsus, shuncha targ'ibot kor qilmaydiganlar ko'p ekan. Hurmatli fuqarolar, tibbiy niqob taqinglar, niqobsiz yurmanglar, oraliq masofani saqlanglar. Tibbiy niqobda bo'ling, sanitariya qoidalariga amal qiling, ijtimoiy masofani saqlang degan chaqiruvlarni pisand qilmayotganlarni na o'zining sog'lig'i qiziqtiradi va na boshqalarning. Eski shahar hududidagi markaziy dehqon bozori xaridorlar uchun noz-ne'matga to'la. Uning chap qanotidagi darvozada sanitariya talablari ta'minlangan. Hamma qoidalar amalda. Ammo markaziy kirish bedarvozaga o'xshaydi. Qaysi ma'noda, ya'ni mana bu robotdan har kim isitmasi tekshirilmasdan, qo'llari antiseptik bilan zararsizlantirilmasdan bemalol kirib chiqyapti. Sanitariya talablariga mas'ulning esa javobi bugungi dolzarb masalaga hazilakam qarash emasmi? 20 minut uzoq 10 minut ichida darvozaga xodimlarimiz qo'yamiz, ikkinchi darvozaga. Sababi men ikkita edi, bittasini shu olib o'taman. Bozor odam ko'p yig'iladigan gavjum joy. Oldi-sotdi bo'lgan yerda tabiiyki virus tarqalish xavfi ortadi. Afsuski, xaridor va sotuvchilar orasida niqob taqishni allaqachon unutganlar ko'p. Shunda yurtdoshlarimiz borki, ko'chaga chiqdimi tibbiy niqob tutishni odatiy hayot tarziga aylantirishgan. Mutasaddilarning shuncha targ'iboti o'zining salomatligi borasidagi jon kuydirish ekanini yaxshi anglashgan. Yoki aholiga xizmat ko'rsatuvchi ko'plab ijtimoiy soha maskanlarida ham sanitariya talablari joy-joyiga qo'yilgan. Eski shahar hududidagi Xalq banki binosi kirish qismiga zarur vositalar qo'yilgan, ammo tana haroratini o'lchab, qo'llarni zararsizlantirish xizmatini ko'rsatuvchi xodimga boshqa vazifa yuklatilgan. Uning o'rni bo'sh qolgan. Har kim to'ppa-to'g'ri ichkariga kirib ketaveradi. Ijtimoiy masofa degan gap yo'q. Pandemiya sharoitida bank mas'ullari mijozlarni tashqarida qoldirib, 10 nafardan kiritsalar, xavfsizlik ta'minlangan bo'lardi. Talaygina oshxonalardagi holat ham talab darajasida emas. Harorat o'lchagich shunchaki xo'jako'rsinga qo'yilgan. Milliy gvardiya harbiylarining nazoratidan so'nggina hushyor tortib qolishdi. Oshpazda tibbiy niqob bo'lishi shart. Unda kasallik yo'qligi va boshqalarga ham yuqtirmasligiga hech kim kafil bo'la olmaydi. Tojdor ofatning chekinishi bizning sanitariya qoidalariga qay darajada amal qilishimizga, ijtimoiy masofa saqlashimizga bog'liq. Bu hayot tarzimizda oltin qoidaga, temir intizomga aylanishi shart. Dasturimiz davom etadi. Sug'urta bozorida 20 yillik samarali tajribaga ega Kafolat sug'urta kompaniyasi aksionerlik jamiyati jismoniy va yuridik shaxslarning hayoti hamda faoliyatini sug'urta qiladi. Jamiyatning nafaqat viloyat markazlari, tuman bo'limlarining faoliyatiga e'tibor berilayotgani aholiga sifatli sug'urta xizmatini ko'rsatish maqsadini nazarda tutadi. Muxbirimizning Buloqboshi tumanidan tayyorlangan lavhasi shu haqda. Zamonaviy axborot texnologiyalari va moddiy texnik bazaning mavjudligi aholiga tez va sifatli xizmat ko'rsatishni yaxshilaydi. Bugungi kunda fuqarolarimiz hayoti va farovonligining himoyasi milliy iqtisodiyotimizning rivojlanishiga xizmat qilishda Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyatining roli va ahamiyati ortib bormoqda. Jamiyatning Andijon viloyati filialiga qarashli Buloqboshi tuman bo'limining yangi binoda faoliyat olib borishi soha vakillari bilan bir qatorda aholiga ham qulay imkoniyatlar yaratib beradi. Binoning ochilish marosimida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash boshqarmasi hamda tijorat banklarining tuman bo'limi vakillari ishtirok etdilar. Ko'proq xona bilan ta'minlangan holda yangi binoga ko'chib o'tyapmiz. Maqsadimiz aholiga keng ko'lamli sug'urta xizmatlarini ko'rsatish hamda qulayliklar yaratish. Shu bilan birgalikda bugungi kunda Respublika boshqarmamiz raisimiz tashrifi davomida bizga qo'shimcha mijozlarga yana ham keng qulaylik yaratish maqsadida kompyuter jamlanmasi sovg'a qilyapti.
Biz bundan xursandmiz. Jamiyat jismoniy va yuridik shaxslarning hayoti va mol-mulklarini sug'urta qilib, baxtsiz hodisalar ro'y berganda ko'rilgan zararning ma'lum miqdorini to'lab beradi. Kafolat sug'urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati mamlakatimiz sug'urta bozorida o'z mijozlarining ishonchiga ega bo'lgan aholi, korxona va tashkilotlariga sug'urta xizmatlarini taqdim etishda yetakchilardan hisoblanadi. Yurtimizda jamiyatning ertasi bo'lgan navqiron avlod vakillariga o'z iqtidorlarini namoyon etish, ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, o'z biznesini yo'lga qo'yish hamda egallagan hunarini rivojlantirish harakatida bo'lgan maktab bitiruvchilariga imtiyozli kreditlar berilmoqda. Andijon shahridan tayyorlangan lavhamizda shu haqida so'z boradi. Andijon shahridagi maktablarni tamomlagan bu 24 nafar yoshning o'z g'oyasi, biznes loyihasi bor. 10 nafari maktabda ilm olish bilan bir qatorda tikuvchilik hunarini ham egallagan. 2 nafari esa Nonvoyga shogird tushib, hozir o'zi mustaqil ravishda faoliyat olib bormoqchi. Qolgan 12 nafari ham tadbirkorlikning turli yo'nalishlarida omadini sinab ko'rishga ahd qilishgan. Andijon shahar hokimi Bahromjon Haydarov tomonidan sektor rahbarlari ishtirokida o'z biznesini yo'lga qo'yish hamda egallagan hunarini rivojlantirish harakatida bo'lgan bitiruvchi yigit-qizga 393 million so'm imtiyozli kredit topshirildi. Shahar hokimi mablag'larni o'z egalariga topshirar ekan, har bir yoshdan umidi katta ekanligini, ular shu sarmoya orqali yirik ishbilarmonga aylanib, yana minglab ish o'rinlari yaratishiga ishonishini bildirdi. 13 nafar yoshga 5 million so'mdan kredit naqd pul ko'rinishida berildi. Ular orasida o'q otish bo'yicha mamlakat chempionligiga erishib, Andijon davlat universitetining jismoniy tarbiya fakultetiga imtiyozli qabul qilingan Dilafruz Mamajonova ham bor. U sportdan tashqari chevarchilik bilan shug'ullanib keladi. Men o'q otish sport turi bilan 3 yildan beri shug'ullanib kelyapman. Shu 3 yil mobaynida respublikanskiy chempionatda birinchi o'rinda olib, o'qishga yo'llanma olib, o'qishga kirdim. Chevarchilik bilan 1 yildan beri shogird tushganman. Bu pulga men birinchi o'rinda mashina olaman, keyin dazmol, sport stol dazmoli, shunaqalar olaman, material olib ish boshlayman. Boshida sal kichikroq bo'ladi, keyin kelajakda yaxshi natijalarga erishishga harakat qilaman. Oldiga yuksak maqsadlarni qo'ygan 11 nafar yosh tadbirkorlikning mebelchilik, tikuvchilik va sartaroshlik yo'nalishida faoliyat boshlab, tengqurlarni ham ish bilan ta'minlamoqchi. Shuning uchun ularga shahar hokimligi tomonidan 30 million so'mdan kredit mablag'lari ajratildi. 7-sinfdan beri shu mebel sexda ishlardim. Shogird tushib yurardim o'zim akam mebel sexida. Shunda endi 11-sinfni bitirdim. Endi o'zimni ishimni yo'lga qo'ymoqchiman, Xudo xolisa. Shunga shahar hokimiga murojaat qilgandim. Menga 30 million sertifikat berildi, 30 millionlik yordam. Endi o'zim ishimni boshlamoqchiman. Mahsulotlar olib keltiraman. Stanok hamma yo'q bor. Mahsulotlar ishchi keng o'rinlarini kengaytiraman, Xudo xolisa. Sarmoya imkoniyat degani. Undan to'g'ri, aniq maqsad yo'lida foydalanilsa, bugun kredit olgan yoshlar kun kelib yirik sarmoyadorga aylanishi muqarrar. Shuning uchun sarmoyaga ega bo'lgan bitiruvchilar maxsus ishchi guruh tomonidan doimo monitoring qilib boriladi. Andijon shahar xalq ta'lim bo'limida tasarrufidagi umumta'lim maktablarida bu yilgi o'tgan o'quv yilida 2019-2020 o'quv yilida jami 5596 nafar bitiruvchilar tamomladi. Bular bilan o'tkazilgan so'rovnomalar, ota-onalar bilan o'tkazilgan suhbatda bolalarning qiziqishlari, ular bugungi kundagi nima ishlar bilan shug'ullanishi bandligini ta'minlash maqsadida Andijon shahrida alohida shtab tuzildi. Andijon shahar hokimligi, shahar xalq ta'lim bo'limi tomonidan ular har biri bilan individual suhbat olib borildi. Shu bilan birgalikda bularning orasida tadbirkorlik faoliyatini rivojlantiraman yoki hunar bilan shug'ullanaman. Shu hunarimni rivojlantirish uchun ozgina sarmoya mablag'lari ajratilishi lozim degan o'quvchilarimizga mana kundan kunga Agrobank tomonidan kredit mablag'lari ajratilyapti. Soliqlarni o'z vaqtida to'lash tadbirkorning ham burchi, ham majburiyati. Viloyat davlat soliq boshqarmasi xodimlari soliq qarzdorligi bo'lgan tadbirkorlardan undiruv ishlarini olib borishyapti. Navbatdagi manzil Andijon tumani bo'ldi. Yurtimizda tadbirkorlar uchun imkoniyatlar eshigi keng.
Tadbirkorlik qilmoqchimisan, mana senga sarmoya deb ortida turgan davlat bor. Demak, o'zida harakati bo'lgan tashabbuskor tadbirkorning biri 2, ikkisi 4. Lekin o'z navbatida ishbilarmonning ham davlat oldida soliqlarni to'lash degan majburiyati bor. Viloyat davlat soliq boshqarmasi va Andijon tumani majburiy ijro byurosi hamkorligidagi o'rganishlarning navbatdagisi Andijon tumanida o'tkazildi. Boriy asl servis mas'uliyati cheklangan jamiyatining daromad solig'idan 45 million so'm qarz yig'ilib qolgan. Soliq xodimlari tadbirkor bilan olib borgan targ'ibot jarayonidan so'ng 5 million so'mgina undirildi. Uyushma rahbarining tez orada qolgan qarzlarni to'layman deb bergan va'dasi, ishi ham lafzi ham bir odamning gapiligiga ishonishdi soliqchilar. Bordiyu va'da havoga uchsa, qonuniy tartibda ko'riladigan chora yengil bo'lmasligi tayin. Keyingi manzil Andijon paxta sanoat hududiy filiali mas'uliyati cheklangan jamiyatiga qarashli Nayman urug'lari mas'uliyati cheklangan jamiyati bo'ldi. Filialning davlat solig'idan qarzi naq 510 million so'mga yetgan. Ishlab chiqarish obyektining soliqlari albatta o'z-o'zidan yuklab qo'yilmaydi. Ish hajmi, mahsulotlarning turi va xaridorgirligi, savdo aylanmasi daromadining cho'g'iga ko'ra hisoblanadi. Urug'chilik chigit tayyorlaydigan jamiyatning faoliyati mavsumiy bo'lgani bilan ish avjiga kirganda daromadi ham shunga yarasha bo'ladi. Tabiiyki, soliqlar ham shunga qarab belgilangan. Xatlov tadbiri davomida jamiyat rahbariyatiga soliq to'lovchisi sifatidagi burch va majburiyatlari atroflicha tushuntirildi. Shuningdek, soliqlarni to'lashdan bosh tortish yoki muddatidan kechiktirilgan hollarda qanday chora ko'rilishiga oid qonuniy tartib-tamoyillar tushuntirildi. Shu kungacha yig'ilgan qarz ancha-muncha so'm emas, 510 million. Raqamlar shuncha songa chiqarilmasdan o'z vaqtida to'lab borilganida katta qarzdorlikni ko'tarib yurishga to'g'ri kelmasdi. Hisoblangan soliqni jamiyat to'lolmagani bois egalik qilayotgan 748 million so'mlik binosi xatlovga olindi. Bordiyu qarzdor taraf to'lovni yana paysalga solib yursa, bino auksion savdoga qo'yiladi va shu tariqa qarz qoplanadi. Yangi qurilayotgan binolarni sifatli hamda tabiiy ofatlarga chidamli qilib barpo etish kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noxush holatlarni oldini oladi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan joylardagi qurilish obyektlari o'rganilib, u yerda xavfsizlik qoidalariga amal qilinishi yuzasidan targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi hamda tegishli tashkilotlar tomonidan Andijon shahrida barpo etilayotgan Sonbay inshoot qurilish majmuasi o'rganilib, u yerda texnika va yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilinish yuzasidan targ'ibot ishlari olib borildi. Mazkur obyekt 9 qavatli bo'lib, jami 182 oilaga mo'ljallangan. Binoning tabiiy ofatlar, xususan zilzilaga chidamli qilib qurish kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan noxush holatlarning oldini oladi. Uchrashuv davomida ishchilarga xavfsizlik qoidalari batafsil tushuntirilib, yong'in paytida qanday tezkor chora-tadbirlar amalga oshirilishi kerakligi yana bir bor eslatildi. Shuningdek, mutasaddilar binodagi qurilish ishlari bilan yaqindan tanishib, isitish tizimlarining sozligi hamda yerto'lalar holatini ko'zdan kechirishdi. Hozirda qurilish ishlari qizg'in davom etmoqda. Qurilishga mas'ul shaxslarning ma'lum qilishicha, binoning devorlariga yong'inga chidamli qoplamalar o'rnatilib, har qanday favqulodda holatlarning oldini olish choralari ko'rilmoqda. Qurilishlarda masalan, yong'in xavfsizliklariga rioya qilingan, yong'inga qarshi moslamalar bor. Hozirgi ishlayotgan ishchilarning soni 50 tadan ortiq. Har bir bittasi bilan suhbat o'tkaziladi. Texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilib, suhbat o'tkazib, qo'l qo'ydirilib, bular ishga tushiriladi. Shahrimizning ko'rkiga ko'rk qo'shayotgan bunday inshootlarning sifatli qurib bitkazilishi kelgusida aholining tinch farovon yashashi kafolatidir. Dasturimizning bugungi soni orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. O'zingizni ehtiyot qiling.